Romatan tarixi Buxorodan nima sababdan qadimiyroq va uning 2000 yil umr ko'rgan jodugar Afrosiyobga qanday aloqasi bor? Men Dervishnod, bu esa eshitgingiz keladigan navbatdagi tarix. 10-yüzyillikda yashab o'tgan Abu Bakr an-Narshahiy o'zining Buxoro tarixi asarida shunday yozadi. Romtin, ya'ni Romatan. Bu katta bir ko'handizga ega va mustahkam bir qishloq bo'lib, Buxorodan qadimiyroqdir. Ba'zi kitoblarda bu qishloqni Buxoro deb ataganlar. Bu qishloq qadim vaqtlarda podshohlarning turar joylari bo'lgan. Keyinroq esa Buxoro shahari bino bo'lgandan keyin podshohlar qish faslidagina bu qishloqda turadigan bo'ldilar. Bu yerlar islom davlatiga o'tganda ham shunday bo'lib turgan. Marhum Abu Muslim Buxoroga kelganida shu qishloqda turgan. Bu qishloqni Afrosiyob bino qilgan. Afrosiyob har vaqt bu viloyatga kelganida shu qishloqdan boshqa joyda turmagan. Forsiylarning kitoblarida aytilishicha, Afrosiyob 2000 yil yashagan. U jodugar bo'lib, Nuh podshohning bolalaridandir. U o'zining Siyovush nomli kuyovini o'ldirgan. Siyovushning Kayxusrav nomli o'g'li bo'lib, u otasining qonini talab qilib, ko'p lashkar bilan bu viloyatga kelganida Afrosiyob shu Romtin qishlog'ini hisor qilib turgan. Kayxusrav o'z lashkari bilan 2 yil shu hisor atrofini o'rab turdi va uning ro'barasiga bir qishloq bino qilib, u qishloqni Romush deb atadi. Uni yaxshiligidan Romush deganlar. Bu qishloq hozirgacha oboddir. Kayxusrav Romush qishlog'ida otashparastlar ibodatxonasini qurdi. Otashparastlarning aytishlaricha, bu ibodatxona Buxorodagi otashparastlar ibodatxonalarining eng qadimiysidir. Kayxusrav 2 yildan keyin Afrosiyobni tutib o'ldirdi. Afrosiyobning g'ori Buxoroda Ma'bad darvozasida rahmatli Hoji Imom Abu Havs qabr tepaligiga tutashgan katta tepali ustidadir. Yanada